Sharobiddin, uzr, gapingizni bo'ldim. Shu joyda bir taklif borda. Keling, qo'shiqchimizni ham davramizga chaqirsak. Qo'shni Namangan viloyatidan hozir andijonliklarning erishgan yutuqlarini ko'rib, qandaydir bizda ham bunaqa yangiliklar bor degan bir sado eshitilyapti. Suhbatga birga guvoh bo'lsak, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz yana bir bor. Avvalo, andijonliklarning yutuqlari qanaqa, qiziqtiryaptimi sizni? Rahmat, avvalambor assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar hamda Andijon telekanalining aziz muxlislari, hammanglarga xayrli tong deb qolamiz. Taklif uchun sizlarga kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Mana ko'ryapsiz, bugun juda ham bir o'zgacha dastur bo'lyapti. Tashqarida ob-havo ham, bu yerga tashrif buyurgan barcha mehmonlar shu bilan birgalikda qiziqarli suhbatlar insonga bir yuqori kayfiyat ulashyapti. Albatta. Aynan ijodkor uchun mana xonanda sifatida siz o'zingizga eng yuqori kayfiyatni tushkun holatda bo'lsangiz ham, lekin xalqning xizmatida yurasiz, xalq orasida yurasiz. Lekin tushkun kayfiyatni ko'rsatmaslik kerak. Albatta. Mana shu holatda kayfiyatni ko'tarish uchun nima qilasiz? Kayfiyatni ko'tarish uchun endi o'zimizni qo'lga olib, haligi mas'uliyatni his qilgan holatda, bizning yelkamizga qo'yilgan mas'uliyatni his qilgan holatda o'zimizni qo'lga olib, astoydil bo'lib kirishamiz va o'zimizni jamoamizdagi yigitlarimiz ko'proq biz hazilommiz, haligi hazillar bilan kayfiyatlarimizni yaxshi ko'taramiz. Shuning uchun ko'z tegmasa har bir xizmatimiz yaxshi kayfiyat bilan a'lo darajada o'tadi. Ayni yangi yil arafasi san'atkorlar uchun davr keldi. Qanaqa bo'lyapti bayramoldi tadbirlar? Yaxshi, Xudo xolasa shu yangi yil arafasida bir necha konsertlar qo'yish rejalashtirilgan. Xudo xolasa, Alloh nasib etsa shunaqa bayramona repertuarlar bilan sho'x xalqimizga yaxshi kayfiyatlar ulashish maqsadida yaxshi konsertlar qo'yish rejalarida bor, Xudo xolasa. Mualliflik qo'shiqlarni yaratishga va uni xalqqa taqdim etishga ham harakatlar bormi? Albatta, mualliflik qo'shiqlarimiz ham Xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Yangi 2026-yili boshlaniga Xudo xolasa yangi premyeralar bilan Xudo xolasa sevgi mavzusida ham to'ylar muborak qo'shig'ini bir yangicha talqinda yangi so'zlar bilan yangi to'ylar muborak 2 deymizmi yoki bir shunaqa bir yangi qo'shiq qilganmiz. Xudo xolasa buni ham tez kunda premyera qilish niyat bor. Qaranglar, Shahobiddin hamma yangi maqsad, yangi rejalarni yangi yilga rejalashtiryapti va adashmasam Xurshidbekda ham bor. Mana yil yakunida yangi loyihalar bilan yoshlarni o'qitdingiz, xabarim bor. Mana InnoX bitiruvchilari mana ertaga o'z hujjatlarini qo'lga kiritishadi va yangi yilga rejalar qanaqa? Eski yilni qanday kuzatyapsizlar? U yangi yilga maqsadlar qanaqa bugun? G'iyosbekka yana yuzlanib o'tsak, mana aynan jamoani ko'ryapmiz. Juda ham bir professional, mohir sozandalar tashrif buyurishgan va shularning ichida aynan Oybek Yusufovga ko'zim tushdi. Aynan ushbu akamizning ijod bilan ijtimoiy tarmoqlarda va aynan markaziy telekanallar orqali efirga uzatilgan katta mana shu shou dasturlari, xalqaro reytingi bor darajadagi ko'rsatuvlarda chiqib ijro etgan jarayonlarga guvoh bo'lganmiz. Biror bir qisqagina bo'lsa ham qo'shiq tinglasak. Albatta, Oybekjon bizni jamoamizni bir guli desak bo'ladi. Biz doim yuragi desak bo'ladi. Biz jamoamizda doim albatta hammamiz bir-birimiz bilan aka-uka bo'lib, haligi inoq bo'lib ishlaymiz, jamoaviy bo'lib. Xudo xolasa, albatta Oybekjondan ham bir shirin nafaslaridan tinglab olsak juda ham yaxshi bo'lardi. Yot uyiga kelin sepib asiladi, muhabbating yo'lin endi to'siladi. Yoningga hech borolmayman, kutma yarim, muhabbating bugun dorga asiladi. Yot uyiga kelin sepib asiladi,
muhabbating yo'lim endi to'siladi, yoningga hech borolmayman, kutma yarim. Muhabbating bugun dorga osiladi. Yig'layarim xumarlaring bosiladi, muhabbating bugun dorga osiladi. Yig'layarim xumarlaring bosiladi, muhabbating bugun dorga osiladi. Qolib ketdi tun qo'ynida orzular ham, ostonangdan yig'lab qaytgan keksa onam. Qolib ketdi tun qo'ynida orzular ham, ostonangdan yig'lab qaytgan keksa onam. Allohimga hech yetmadi qilgan maling, muhabbating bugun dorga osiladi. Allohimga hech yetmadi qilgan maling, muhabbating bugun dorga osiladi. Yig'layarim xumarlaring bosiladi, muhabbating bugun dorga osiladi. Yig'layarim xumarlaring bosiladi, muhabbating bugun dorga osiladi. Bugun mana chimildiqni bezadilar, yor yor aytib bag'rimizni ezadilar. Bugun mana chimildiqni bezadilar, yor yor aytib bag'rimizni ezadilar. Bir umrga ko'ngil ipin uzadilar, muhabbating bugun dorga osiladi. Bir umrga ko'ngil ipin uzadilar, muhabbating bugun dorga osiladi. Yig'layarim xumarlaring bosiladi, muhabbating bugun dorga osiladi. Yig'layarim xumarlaring bosiladi, muhabbating bugun dorga osiladi. Muhabbating bugun dorga osiladi. Muhabbating bugun dorga osiladi. Rahmat. Va aynan mana shu daqiqada bizga ajratilgan efir soatlari ham yakunlanibdi. Sizlarga rahmat deymiz, biz esa xayrlashamiz. Bilasizmi, aslida dekabr bu sarhisob payti, ya'ni orqaga nazar tashlab, bir yil ichida nimalarni amalga oshirdik deb o'ylanadigan bir davr. Va bugun aynan orqaga nazar tashlab afsuslanmaydigan darajada ishlarni amalga oshirgan bo'lsak, demakki biz behuda yashamayapmiz. Va 2025-yil uchun qo'ygan maqsadlaringizni qaysidir qismi amalga oshmay qoldimi? Afsuslanmang, hali vaqt bor. Muhimi, aynan maqsadni katta qo'ygan holda bu rejalarni amalga oshirishga astoydil harakat qiling va 2026-yilni yakuniga yetgan ishlar bilan qarshi oling. Sog'lik
salomatlik tilaymiz. Demak, ortda qolgan daqiqalar davomida Andijon nafas dasturini tomosha qilgan va yuqori kayfiyatni o'ziga hamroh qilib olgan barcha aziz vatandoshlarimizga biz bilan birga bo'lganingiz, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz va Gulnoz opa rejissyorlarimiz xabar beryapti. Yurtdoshlarimizga aynan efir soatlarini xonandamiz yana bir go'zal qo'shiqlar bilan yakunlab bersalar dedi. G'iyosbek, agar tayyor bo'lsangiz, biz go'zal bir qo'shiq bilan bugungi Andijon nafasi dasturiga yakun yasaymiz. Marhamat.